Bularni qayoq degan искусственный 200 ming 300 ming so'mlik eko norkalar bilan solishtirmaysizlar. Hammasi natural bosh kiyimlar. Amerikanskiy yenot, kanadskiy norkalarimiz, beretka hammaga bor. Har xil variantlaridan bor. Upakovkalarini ham juda chiroyli qilib qildirib beramiz. O'zini antimolli chexollari bo'ladi. Bularga solamiz. Solgandan keyin podarishni qilib chiroyli upakovkalari ham bor. Sovuq uchun ham ideal variant. Hoppa. Yaqinlaringizga berasiz. Xursand bo'lib qo'ya qolishadi. Shubalari bor, paltolari bor, hammasini olib bergansiz. Bitta mana shunaqa bosh kiyimini olib bersangiz ham duo qilib eslab kiyib yuradilar. Bu молодежный varianti. Qaranglar, juda chiroyli. Orqasida mana shunaqa rezinkasi bor, bez razmeri bo'ladi. Bunaqa variantlarimiz bor. Bosh kiyimlardan to'liq assortiment ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada plus belgisini qoldirib keting. Manjetlari bor. Razmerni o'zingizga nastroyka qo'yverasiz, standart bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan dastavka qildirsangiz ham bo'ladi. Razmerlari standart, manjetlari bor. Eng ko'p so'raladigan bosh kiyimlardan bittasi bu emas. Romollarimiz. Romollari ham har xil bo'ladi. Bular местный romollar emas, o'zimizda sexda tikiladigan romollar emas. Hammasi importni. Qoliplari ham, kroylari ham juda chiroyli. Materiallari ham qichitmaydigan, boshi qichitmaydigan, boshda mahkam turadi. Sirpanib ketavermaydi boshlaringizda. Qora baribir qorada, kusok emas, kuskovoy emas, bitta sel shukuri tushgan. Narxlari bo'yicha, assortiment bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, plus belgisini qoldirib keting. Yoqqan bo'lsa, podpiskani ham bosib qo'ying.